O'rtoqlar, yurtimizda yana bir go'zal masjid qurilib bitqizilyapti. Ya'ni Uchtepa tumanida joylashgan Xurshid mahallasidagi Labzax jome masjidida turibmiz. Qora aka, necha ming odam sig'adi bu masjidimizga? Xudo xolasa 2000 yo 3000 mo'ljallab turibmiz. Maşallah. 3 yil, qariyb 4 yilga yaqin mobaynida qurilish ishlari olib borilyapti. Qurilishimiz deyarli anchasi bitdi. Ozgina kamchiligimiz borki, mana bu malyar ustalarimizga ish haqi, keyin mana sapajovlarimizga ish haqi. Keyin asosiy doim 5 kunda har kuni o'qiladigan gilamimizga to'xtovsiz savol borib turadigan. Inshaalloh shunga hissa qo'shishlarni nima qilamiz? Ozgina bir 15% ni to'laganmiz, qolganini qoptirib shunga yordam berib yuborsa, agar kimda ehson qilish niyati bor bo'lsa, telefon raqam qoldiraman. Qora akamga tegishli bo'lgan telefon raqam, plastik raqam aynan masjidga tegishli bo'lgan plastik raqam. Mani umuman aloqam yo'q. Har xil insonlar bor, raqamni o'zgartirib qo'yib, o'zini manfaatida foydalanadigan insonlar ham bor. Agar ishonch hosil qilish uchun o'sha raqamlarga telefon qilib tashashsin. Albatta, qo'ng'iroq qiling, Qora akaga murojaat qiling, xohlang qo'lingiz bilan olib kelib bering, xohlangiz karta raqami orqali mablag'ni jo'natib qo'ying. Alloh hammamizdan rozi bo'lsin. Mana shu masjidda Xudo xohlasa bitishiga o'z hissamizni qo'shsak, inshaalloh 5 vaqt namozlarda ham qatnashish, jamoat bilan birgalikda qatnashish nasib qilsin. Amin.